Chet elda to'ydan keyin yoshlar tark etib uyin, bir oy sayohat o'yin, asal oyi boshlanadi. O'zbeklarda boshqacha, asal oyi bir kecha. So'ng har tong supur ko'cha, sahar oyi boshlanadi. Bechora kelin kuyov tunda uchrashar bir rov, so'ng ko'ngil aynib darrov tashar oyi boshlanadi. Bo'lishar ota ona 6 yilda tur bola, maktabga yu bog'chaga chopar oyi boshlanadi. Kerak ko'p pul topishi, uy qurib tom yopishi, kamlik qilib chopishi uchar oyi boshlanadi. Qiz yetilgach uzatib, zeb ziynatla kuzatib, sandiqlarni bo'shatib, sochar oyi boshlanadi. Kelin chiqsa beadab, ko'chaga tashiydi gap, xonadon sirini boplab ochar oyi boshlanadi. Bilguncha o'ngu chapni, tushuntira olmay gapni, yig'lab siqtab asabni buzar oyi boshlanadi. U bolangda u g'alva, bu bolangda bu g'alva, tinch o'tirish qayoqda, zahar oyi boshlanadi. O'g'il qizning savdosi, bitmas ekan g'avg'osi, ketga tegib navdosi, kasal oyi boshlanadi. Uylab joylab qutulib, tashvishlarga tutilib, soch oqarib, xol qurib, yashar oyi boshlanadi. O'zi uchun sho'rlik banda yashashni boshlaganda, oxirat diyoriga safar oyi boshlanadi. Bu bir eski aqida, bunday yashamoq xato. Hayotning har onini ehtiyot qil marhabo. Berib qo'yma yurakni tashvishlarning qo'liga. O'g'il qiz ham, jigar ham, hammasi o'z yo'liga. Taqdirning hech ishini qolipga sola olmaysan, Allohning dunyosini sen boshqara olmaysan. Nega unday bunday deb qilaverma tashvish o'y, eplay olmayapsanmi o'z holiga tashab